Assalomu alaykum. BMW 5-seriya GT 30D X-Drive avtomobilimiz 2016-yil 157 ming kilometr yurgan. Yoqilg'i dizel. Narxi 15 million 700 ming won. Mashinamiz ideal holatda. Kelib ko'rib, test driving qilib ko'rishingiz mumkin. BMWni yaxshi ko'radigan akalarimizga videoni sekin tashlab qo'yamiz. Ideal holatdagi BMW. Mashinamiz atrofda urilgan, qirilgan, cho'qlangan joylari yo'q. Ideal holatda. Balon holatlari ham normalniy holatda. Orqa salonimiz pokiza va ozoda. Ko'rishingiz mumkin. Eshiklar bezramishli eshik. Oldi salonimiz, oldi signal elektronik. Hamma narsasi bor, komfortniy BMW sidina pamatlari. Ideal holatdagi BMW, kattagina panorama tom, black box IPS, monitor, xullas BMWda bor funksiyalar hammasi bor. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. Eshiklari yumshoq yopiladigan avtomatik eshik, o'zi tortib oladi, funksiyasi bor. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqarasizlar.